Har kuni kofe ichamiz, lekin u qayerdan keladi, qanday tayyorlanadi buni ko'pchilik ko'rmagan. Bugun men sizlarga Rossiyaning eng yirik kofe zavodi Ijevskdagi Tasty Coffee'ni ko'rsataman. Hammasi shu yerdan boshlanadi. Bu dunyo bo'ylab fermerlardan to'g'ridan-to'g'ri keladigan xom kofe donlari. Efiopiya, Braziliya, Kolumbiya har bir don tanlab olingan sifatsiz xomashyo bu eshikdan o'tmaydi. Bu qovurish sexi. Yashil donlar shu yerda yuqori haroratda qovurilib, biz biladigan kofe rangi va hidiga kiradi. Eng e'tiborli jihatlaridan biri, har bir partiya faqat buyurtma asosida qovuriladi. Shuning uchun siz doim yangi kofe olasiz, omborda qolib ketganini emas. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, bu zavod yiliga 3,5 ming tonna kofe qovuradi. Bu har kuni deyarli 10 tonna kofe degani va shu 10 tonnaning barchasi o'sha kunning o'zida jo'natiladi, omborda qolib ketmaydi. Adoqda esa Proudly Roasted in Ijevsk deb yozilgan. Bu faqat so'z emas, bu 17 yillik mas'uliyat. Qahva turini tanlaysiz, buyurtma qilasiz. Ertasi kuni zavod sizga uni qovuradi va siz tomon yo'lga chiqaradi. Yangi, issiq, haqiqiy. Agar sizga ham sifatli qahva va kofe mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, buyurtma bering, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Yanada shunga yaqin videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr.